Roxon YouTube kuzatuvchilari, sizlarga Chrome brendidan xo'jalik uchun ishlatishga qulay bo'lgan 100 bardan 200 bargacha bo'lgan mini karterlarni narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu karterlarning barchasida pena bachogi bo'ladi. Eng kichigidan boshlaydigan bo'lsak, bu 100 barli 220 voltga ishlaydi. So'ruvchi shlangi bo'ladi, chiqaruvchi shlangi bo'ladi, pistoleti bo'ladi. Pistoletini o'zida ikki xil polojenda sepadi. Yig'ib sepadi, yoyib sepadi. Narxi 820 ming so'm. Bu 120 bar. Narxi 840 ming so'm. 220 voltga ishlaydi. Bu 140 bar. Narxi 1 million 100 ming so'm. Bu ham xuddi shunday 220 voltga ishlaydi. Bu 160 bar. 220 voltga ishlaydi. Chiqaruvchi shlangini o'rashga maxsus roligi bor. Narxi 1 million 160 ming so'm. 180 bar. Buni ham chiqaruvchi shlangini o'rashga maxsus roligi bor. Narxi 1 million 185 ming so'm. Bu 200 bar. Bu karterlarni olsangiz, uyingizda samovoyga ochib, pul ishlasangiz ham bo'ladi. Sifati juda zo'r bo'lgan Chrome brendi. Bu 200 bar. Narxi 1 million 500 ming so'm. Bularning orasida eng zo'r universali mana shu hisoblanadi. 220 voltga ishlaydi. Ularning barchasini xaridor bilan kelishilgan holda O'zbekistonning barcha viloyatlariga dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Quyidagi nomerlarga telefon qilib xarid qilsangiz bo'ladi.